Qaniydi bir shinamgina hovling bo'lsa-da, kichkinagina yashil maydoni bo'lsa ham, u yoqqa gullar, har xil sabzavotlar ekib, ajoyib bir tabiatdan bahramand bo'lsam, bodorchilik nimaligini his qilsam degan onaxonlarimiz bormi? O'g'lim, mana shunaqa hovli bo'lsa olib bergin, kvartirani sotib ozgina qo'shsang berar ekan degan onaxonlarimizga shinamgina hovli topib qo'ydim o'zi ham. Toshkent shahar Qo'yliq 6-masjidida joylashgan mana bu xonadonimizni chiroyli bir narxlarda berib yuborishyapti. Ichidagi hamma mebellari qimmat-qimmat olgan, orzu-havas bilan olingan mebellar bilan tashlab ketaman deyishyapti. Narxlari bo'lsa, xudo xolasa sizga yoqadi. Ajoyib bir yashil maydonlari, naveslarni qilib qo'yishgan. Endi ko'rasizlar, ma'lum bir sabablarga ko'ra sotilyapti. Naveslarning tagiga bemalol mashinangizni qo'yib yoki bitta tapchani qo'yib olib, mazza qilib oila davrasida palov xontorani qilib o'tirsangiz bo'lar ekan. Elektromobillar uchun zaryadkalargacha qilingan 5 ta xonasi bor oshxonasi bilan hisoblaganda, ko'chaga ham mashinasini qo'ysangiz bo'ladi. Ko'chalari ham keng, asfalt qilingan. Qo'yliq 6 massiv, Tolariq metro bilan Qiyot metroni o'rtasida joylashgan mana bu hovlimiz e'tibor markazingizda. Havas qilganlar hozirdan like bosib qo'yinglar. 3 ta sanuzellariga egalari tomonidan reklama qilib beryapmiz. Uy bozor TV siz uchun eng chiroyli uylarni ko'rsatib boradi inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim deb bino ichiga kirishimiz bilan mana shunaqa koridor qismlarini ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimizga mana shu koridor orqali o'tiladi. O'g'lingizga, qizingizga alohidadan xonalar, o'zingizga bitta alohida xona, otaxon, duogo'ylarga alohida bitta xona. Xudo xolasa hammaga xonalarimiz yetar ekan inshaalloh. Qaranglar, bu tomondagi xonani ko'rib to'g'risi mazza qildim. Qarindosh-urug'larimiz kelib qolsa, o'tiradigan joy topolmay ba'zida xijolat bo'lamiz. Lekin bu xonamizda xijolat bo'lmaysizlar. Hammaga yetadigan stol-stullar bor. Chiroyli bir servant mebellari, yaxshi bo'yli yopishtirib qo'yilgan. Lyustrani ham katta bir qo'yilganki, yorug'gina qilib ko'rsatib turadi. Hovlisiga qaragan oynalar bor, pardalarigacha ilingan. Inshaalloh orzu-havasli xonadon bo'lyapti. Toshkent shahar Sergeli tumani nufuzli 3-tor ko'chasida joylashgan bu xonadonimiz 135 mingga baholanmoqda. Kanalizatsiya Garatskoy deydimi? Shahar kanalizatsiyasi o'rnatilgan. Lokatsiyasi juda ham zo'r, xudo xolasa. Qo'yliq 6 massiv ko'pchilik biladi. Bu tomoni Qo'yliq bozor, bu tomoni metrolar. Xudo xolasa bu tomonlar ancha rivojlanib ketgan. Ota-ona yotoqxonasi o'zining ichida sanuzellar borligini ko'rishingiz mumkin. Orqa hovliga qaragan oyinalari, hamma mebellari bemalol sig'ib turibdi. Ko'rasizlar o'rtoqlar. Endi farzandlarga ajratilgan yotoqxonalarni bu yerda ko'rishingiz mumkin. Birinchisi qiz bolaga ajratilgan xona. Konditsionerlar deyarli hamma xonada bor. Orqa tomonga qaragan oyinalari va eshiklariga panjaralar, temir panjaralar o'rnatib qo'yilgan. Orqa hovlidan ham kir quritish vositasi sifatida foydalansanglar ham bo'ladi yoki kladovka sifatida foydalanadigan joylari ham bor ekan o'rtoqlar.